ijtimoiy va uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohalarida hamda iqtisodiyot tarmoqlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish, bu boradagi ishlarni kompleks tashkil etish maqsadida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Bu boradagi amaliy sa'y-harakatlar o'zining ijobiy natijasini bermoqda. Muxbirimizning Uychi tumanidan tayyorlagan lavhasida shu xususida so'z yuritiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan Uychi tumanida ham bir qator amaliy ishlar olib borildi. Jumladan 2023-2024 yillar mobaynida 67 ta iste'molchi bilan 2134,5 kilovatt-soat quvvatdagi quyosh panellari ishga tushirildi. O'rnatilgan panellar orqali yillik elektr energiyasi ishlab chiqarish 386,364,000 kilovatt-soatga yetkazildi. Ehtiyojdan ortib tarmoqqa uzatilgan elektr energiyasi hajmi 482,955,000 kilovatt-soatni tashkil etib, jami 3,219,000 kilovatt-soat tarmoqqa uzatildi. Yoki 24,701,000 so'mlikdan ziyod elektr energiyasi qabul qilindi. Yirik ishlab chiqarish korxonalaridan biriga 100 kilovatt-soat quvvatdagi quyosh paneli o'rnatilgan edi. Bu korxona uchun yaxshi samara berdi. Endilikda qo'shimcha 500 kilovatt-soat ana shunday qurilma keltirilib o'rnatilmoqda. Bir oylik elektr iste'molimiz hajmi 2,200,000 kilovattni tashkil etadi. Yurtimizda olib borilayotgan yashil energetika sohasidagi ishlar samarasida biz 100 kilovattlik muqobil energiya, ya'ni quyosh panellarini olib kelib o'rnatdik. Dastlabki hisob-kitoblarimizga ko'ra 15,000 kilovatt-soat elektr energiya iqtisod qilishga erishdik. Shundan so'ng bu samarani bilgandan keyin hozir 500 kilovatt muqobil energiya o'rnatganimizdan so'ng bu iqtisod qilishimiz yana 5 barobarga ko'payishi rejalashtirib turibmiz. Bundan tashqari quyoshli xonadon dasturi asosida soliq mobil ilovasi orqali 156 ta ariza kelib tushgan bo'lib, 121 tasi qondirildi. Mustaqillik mahallasi Fidoyi ko'chasidagi 6-uyda yashovchi Muhammadjon Egamberdiyev xonadoniga 10 kilovatt quvvatdagi panel o'rnatildi. Prezident qarori ijrosi bo'yicha Namangan viloyatida 8095 ta sohalar kesimida 68,140 kilovatt-soat quvvatdagi quyosh panellari o'rnatilib ishga tushirildi. Bu atmosfera havosiga 10,000 tonna chang g'uborlar tashlanishining oldi olindi deganidir. 2025-yil davomida 268 ta obyektda 4340 kilovatt-soat quvvatdagi quyosh panellari o'rnatildi. Yashil energiya manbalarini ishlab chiqarish va aholi iste'molchilari orasida keng targ'ib qilish esa energiya tejamkor loyihalarning yanada keng joriy etish imkonini beradi.